Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ridva. Bugungi kuningiz xayrli o'tsin deb qolamiz. Va hozirda turnir Senatorius turnirining 6-mavsumining aynan finali qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. To'p. Bunday hammasi tayyor. Endi kirish kerak xolos. Tak, bizlar tayyor. В общем, bomba bo'ladi bugun. Ketdik, yeba. Aynan bugun Aro Esport, aynan Senatorning Danger Esport jamoasi va Xo'jayli Legion, Respect jamoalarini ko'rmoqdamiz. Aynan tezroq kirib olishga harakat qilayotgan jamoalar. Falcon jamoasi ham bor. Slime Machine jamoasi ham bor. RZT, Qudrat Esport, Respect. Ko'ramiz. Aynan chiroyli avatarkasi. Respect jamoasi. Qoraqalpog'iston jamoasi Falcon va Slime Machine Qozog'istondan, Qudrat Esport Qoraqalpog'iston. Qolgan barcha jamoa O'zbekiston jamoalari. Aro Knight, Aro Senator. Ko'ramiz, o'yin juda ham chiroyli bo'lishi kutilyapti. Zadeshka bor streamda. Normal zadeshka bor. Qaysi birini to'p olishni ham aytish juda qiyin. Aro Umar. Yeba. Umar ham bor bu yerda. Umar ham qaytgan jamoasiga. Va undan tashqari Danger Esport Black jamoasi ham bor. Danger Esportning o'zi emas, Danger Esport Black, Danger Esportning o'zi aynan Aro hozirgi o'yinda. Aro Esports, Xo'jayli Legion, joylashish tartibiga qarab ham tushunsalar bo'ladi. Demone Team, Amble Team, Respect, G6 Team, Danger Esport Black, Slime Machine, Falcons, Esport Team, Uz, Nagibators, EZT, Westash Team, Nagibators, Qudrat Esport, Phantom, 701 Esport jami hozirgi
finalga qadar yetib kelgan 17 jamoa aynan top 1 kim chempionlikni qo'lga kiritishar ekanlarni o'yinda ko'rsatishadi bizga. Tak, startga bizlarda 2 daqiqa qoldi. 2 daqiqada kirgan kirdi, kirmagan qolib ketdi. Ancha bor o'yinchilarimiz kirib kelishiga. Jamoa kirmagan, 12 kirmagan, Esports ham o'z. SLS, PH, Phantom. Hop. 201. 201 Esport jamoasi ham bor aynan finalda. Foxda kirib kelish kerak. Men Jupiter o'zbek сөйлеуіме не болып отырыпты? Бұл Өзбекстан турнирі, тек мен Қарылпақпын, комментатормен Қарылпақстаннан турнирдің жақсы өтуіне өз үлесімді қосатпын. Но или алдында бір қанша турнирлер әзірлепсіздер. Сен Notorious турнирінің как екі тілдің ортасында қойып тұрсың. Короче, 6-шы сезоннан бастап қосылып отыр, түсімде Қарылпақлар. Ну, сәл болса ham көпшілігі бұл жерде өзбек. Ну, менің аудиториям Қарылпақ, но одан бөлек уақытта Қарылпақша сөйлеймін. Тек қазір турнирде әммеге түсінікті болу үшін басым көпшілігі турнирде өзбеклер. Сол үшін өзбекше. Оларға да контент болу керек, ойларда не отырғанын түсіну керек. Қазақстаннан келгендерге бәріне ассалаумағалейкум, қош келдіңдер. Қазақстан, Өзбекстан и Қарылпақстан командалары бар. Қазақстаннан 2 команда, так Қарылпақстаннан 3 команда, в общем 5 и қалған 12 команда Өзбекстан. Барлығы сіздерге белгілі танымалы ойыншылар. Так, көре береміз. Так, бүгін кім жақсы ойын көрсеткен? Барлығы күшті команда.
Voy naqi. O'yin boshlandi voy. Kutib charchab ketdim voy. Давайте спорт. Красавец. Так, максимальный график bizlar o'yinda. Slow. Barlari slow. Его басам ketdimi? Точно. Jetdik finalga. Barchaga salom alaykum deb qolamiz. Arohi sport jamoasi. Aynan bizlarga ko'rinish bermoqda 12 ta jamoa, 67 ta o'yinchi, aynan bitta jamoaning bitta o'yinchisi kirmay qolishgan. Va hammaga xayrli parvoz deb qolamiz. Notorious turnirning 6-mavsumi aynan final bosqichi. Bugun yakuniy final bilan tugaydi hammasi. Barchasi aynan 1-8 finaldan boshlangan. Hop. Kim qayerga tushar ekan? Da, Qoraqalpog'istondagi jamoalar aytib o'tishim kerak. Respect, undan keyin Qumratiya Sport va Xo'jayli Legion. Qozog'iston Islom Mashina va Falcons. Va qolgan 12 ta jamoa aynan O'zbekistondan va o'yin davomida aytib o'tishamiz. Tak. Sevenida sport saylamoqda. Aroyi sport jamoasi o'yinchilari. Va ular yaqinida kim aynan? Respect yeba, senator. Hop. Respect Alibek, Vizaro, Relax, Kato. Aynan senatorni ko'rmoqdamiz. Yo'q, hech kim yo'q. Umar. Respect jamoasi. 7-raqamda va 3-raqamda harakat qilayotgan Umar Knight senator va Ferno sostavda harakat qilayotgan Aroyi sport jamoasi Ferno senator. Hop. Umar aynan o'rnini o'zgartirishda Aroyi sport jamoasi. Sevib chiqaveradi. Hop, yana ko'raylikchi. Aroyi sport va bu yerda Kanjikichan, Qumratiya sport o'yinchisi. Kenjichi o'yinchilardan minus bo'lishgan. Shekilli. Hop, bu Pacheki, TMT, Falcon. Ko'za. Aynan Falcon bo'lganda bular slap. Da. Falcon. Aynan bularda ikkita nima
yigitlar, aynan men ovozim qaysi momentdan boshlab chiqmaganini bilmayman. Aynan men tinmasdan gapirib o'tiradiganman, kommentatorman. Ovoz yo'q bo'lsa, ovoz yo'q deb aytinglar-a. Kim ko'rib o'tgan bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa. EZT jamoasidan topir 6 ta kill. Aro Esport jamoasi 19 ta kill. Juda chiroyli natija. Jiyot jamoasi aynan 13-chi natijaga kelganman. 4 ta kill top 13. Falcon aynan bular. Slam Machine jamoasi 0 kill top 14. Kurat Esport jamoasi 0 kill top 15. Falcon jamoasi 7 ta kill top 16. TMT jamoasi 0 kill. Aynan birinchi o'ringa jo'natilgan jamoa top 17. EZT jamoasidan 6 ta kill top 1. Aro Esport jamoasi Ferno eng ko'p kill qilgan o'yinchisi 8 ta kill. Eng yaxshi o'yinchi aynan Umar va EZT Prince jamoasi uchun top 1ni olib kela olgan o'yinchi. Va bizlar keyingi o'yin kelishini sabrsizlik bilan kutamiz. Aynan allaqachon bizlarga ID pol kelgan ekan, bizlar ko'rmabmiz-da, voy.
Так, jamoalarimiz
Так, barcha sizlar yeba. Endi qo'y men mana degan. Tet savolga deydi u. Aynan Umar bu hozirda kuzatilayotgan sizlarga. Bo'lamiz, kiritishga harakat qilamiz. Так. Давайте вперед! Узбекистан, Казахстан и Каракалпакистан. 10 jamoa. Hamdo'stlik o'yinlari va joy olishga biz kafi. Va жаңағына нагрузка болып қалды стримде. Ол кешкеніміз. Hammasi juda go'zal. Так. Respect jamoasiga qarshi Aro Esport o'yinchilari aynan yana to'qnash kelishmoqda. Aynan Respect Qoraqalpog'iston jamoasi Aro Esport aynan sizlar tanigan hozirgi damda Aro Esport o'zimizni Danger Esport jamoasi. Ferno, Umar, Knight va yana bitta bo'lish kerak jamoa sardori Senator. Va u qanday qarab beryapti jamoasiga? Kaverda aynan Senatorni o'ziga qo'ygan. Tak. Umar. Senator, Knight, Ferno. Aynan Respect jamoasi. Boston jamoasiga qarshi Ferno. Aynan Respect ham o'ziga xos obro'ga ega. Qoraqalpog'iston yetakchi jamoalaridan biri. Alibek, Vizaro, Kartal, Relax. Aro Esport jamoasiga qarshi Miramar kartasi aynan bu ikkinchi karta, ikkinchi match. Aynan birinchi matchda ham Senator qanday rotatsiya bu? To'qnash kelishganda, rotatsiyani o'zgartirib yubordi. Juda ham tez o'zgartiradigan jamoa ekan. Danger Esport jamoasi Ferno bitta yerga yig'ilishib qolgan. Respect jamoasi Alibek va unda Senator ko'rgan bo'lsa kerak. Senatorning jon aka, sababi asli hozir ikkita jamoa ham zona tashqarisida qolib ketishgan. 13 ta jamoa Embol Team va TMT jamoasi qarshilagan bo'lyapti ayni damda. Vizaro, Kartal, Relax nok. Kimsan? Umar tomonidan. Umar. Так.
Respekt jamoasi ishlari. Alibek qolgan.
o'z nimaga o'chib qolaveradi. Yigitlar, tovuq mushuk qolsa aytinglar, Так, men негізі сөйлемей отырмаймын никогда. Аузым тонбайды, короче. Ага, так, ара. Бар, так, Найтча. Va Aro Sport full lobbyga jo'natildi. 201 o'yinchilari tomonidan. TMT. Real Madrid ham nok. Aynan Kazono bitta kiyo. Jamoasi tirik olib qola oladimi? Так. Marcel. Hop. TMT jamoasi qanday? O'ynamoqda. Yeba. Hop. Groza tomonidan uzatilgan granata. Bu tempochisiga aynan bu tomonda Real Madrid tirik qolgan. Falcon jamoasi. Kazano ham tirik. Ikkita o'yinchi Falcon jamoasidan SLS. Aynan tepada joylashgan 6 ta jamoa. 201 NGG. Hop, 1 2 3 4 5 6 5 ta ko'y. Kazona. Basila shoxa, от души shoxa, ебать, rahmat. Donat uchun. Madrid. Kazono TMT o'yinchilarini qanday nok qilmoqda? Nechta bu? 11 ta kiyo. 11 ta PTS degani va top 5 natija kamida. Va jamoadoshni turg'iza oladimi? Aynan yo'l o'rtasida. Va qolgan jamoalar TMT jamoasi eng oxirgi o'yinchi. NGG. Wow, ular ham SLS full lobbyga jo'natildi. Top 5 natija SLSda TMTda Papay tirik qolgan. Kazono, hop, NGG o'yinchisi Just D. Hop, bizlarda 201 NGG va TMT Falcon jamoasi top 4 natija. Yaxshi. Papay. Aynan juda yaqin bo'lgan ikkita o'yinchi. 201 o'yinchisi Evastar va Papay TMT o'yinchisi. Aynan yolg'iz qolgan. Kamida top 3 natija bor va granata uzatmoqchi Evastar. Yaxshi. Yo'q. Так. Hamma qiziqlar juda faqat oldinda TMT, NGG, 201. Bitta o'zi 201 o'yinchisi. Faqat jon saqlasak foya shekilli. NGG o'yinchilaridan faqat ikkita o'yinchi qolgan. Evoslardan 3 ta. Hop. TMT top 2 natija kamida. Va NGG o'yinchilaridan g'alaba. To'plab ko'ramiz va 10 ta kill. Top 1 TMT jamoasidan 5 ta kill. Top 2 201 o'yinchilari 3 ta kill. Top 3 Falcon jamoasidan
10 bitta kill, top 4 natija. SLS bitta kill, top 5. Embl Team o'yinchilari 4 ta kill, top 6. Slime Machine jamoat o'yinchilari, aynan Falcon Tega bilan o'ynayotgan o'yinchilarimiz 10 ta kill, top 7. Aro o'yinchilari 7 ta kill, top 8. PH o'yinchilari 0 kill, top 9 natija. Kunrat Esport 0 kill, top 10. G6 o'yinchilari 4 ta kill, top 11. EZ7 o'yinchilari 0 kill, top 12. Esport Temmuz bitta kill, top 13. Xo'jali Legion 0 kill, top 14. NGG bitta kill, top 15. Dangerous Sport Black jamoasi o'yinchilari 2 ta kill, top 16. Respect o'yinchilari bo'lsa 0 kill, top 17 natija. Hozirda aynan top 1, ya'ni g'alabani qo'lga kiritgan o'yinchilarimiz NGG o'yinchilari 10 ta kill, top 1. Hop, Falcon Gonza eng ko'p kill olgan o'yinchi 7 ta kill. Xenox aynan Slime Machine o'yinchisi, eng yaxshi o'yinchi NGG o'yinchisi eng oxirgi killni olib jamoasiga top 1 olib kela oldi. Juda zo'r. Ovoz bo'lsa, ovoz deb aytib o'tirsangizlar juda yaxshi bo'ladi. Va bizlarga aynan ID parol kelgan bo'lsa kerak. Soat 12. Hop. Da, kelgan ID parol. Bizlar ham tayyor. Tayyorlanib o'tiraversak bo'ladi. O'yinga berib ketgan ayniba. Esdan chiqib qoldi. Tak. Aynan bizlar kirib qoldik. Keyingi o'yinga tayyormiz. Ikkita o'yin tugadi va bizlar 3-o'yinga kirishga tayyormiz. Tak. Boshlashimiz kerak.
Sho'xa от dusha e'tibor uchun rahmat. От dusha charchamasiz uchun. Voy, bizga ham donat kelgan qo'y, voy kuchayib ketganmiz. Qadizlar. Чё там? Radgach ko'rishlar. Ha. Qaralpaqsha. Jigit, o'zimizning turnirda qaralpaqsha so'ylayman. Al mana yoqda o'zbekiston turnir, a tak bizlarning o'rnimizda bildirishim. Bizlarda o'z ko'magimizni beryapmiz. Bu o'zbekistonskiy turnir, hech qanday militatsiya to'g'risida hisob bo'lmasin jiga. Bu yoqda o'zimizning ko'magimizni beryapmiz. Birga ko'tarilishimiz kerak. Qozog'iston komandalarida bor o'z yerda. Aynan. O'zbekiston bor. O'zbekistonda 12 komanda. Aynan 17 komanda ichidan Qoraqalpog'istondan 3, Qozog'istondan 2, O'zbekistondan 12, 17 komanda finalda top 1 kimniki ekan sheshib olamiz. Qiziq bo'layotib turibdi. Yil oldinda comeback bo'luvi kutilib turibdi. Sababi yil 3 match bor. Like bosib follow qilsanizlar juda yaxshi bo'ladi. Abdush sho'xa tomoshin. Rahmat. Так, o'yinlarimiz boshlandi. Aynan 3-match. Güzel atıklarımız. Yaxshi. Bizda 3-match boshlandi. Barchaga omad tilab qolamiz va xayrli parvoz tilab qolamiz. Hop, xayrli parvozning tagida juda ma'noli harakatlar bor. Tushib ketmaslik. Tushunchimiz bo'lmasligi kerak. Так. لا qarash aytdim-ku almagan. Qaralpaqsha deyildi, qaralpaqsha.
Hozir aynan bizlarga Aro esport jamoasi ko'rsatyapti va DJD Sport bilan xo'jaligi to'qnash kelishmoqda. Falcon hop. Hop, yana Severni Aro esport jamoasi. SLS, TMT, Murat Esport Lipovkadan joylashyapti. DJD Sport Black va qanday go'zal. Hozir bizlarda manzara o'qilamiz. DJD Sport Black aynan bittasi. Bitta o'yinchi esa minus bo'lishgan. Aynan bular bu tomonda. Va bular Xo'jali Legion jamoasini yopib olishsa 4 ta kill. Xo'jali Legion lobbiga jo'natildi. To'p 16. Dangerous Sport Black jamoasi tomonidan 4 ta kill. Juda yaxshi. Va davom etamiz. Esnab qo'ying. No, ko'rsatishga ulgurmadim. Xo'jali Legion aynan lobbiga jo'natildi. Respect jamoasi EZ jamoasiga qarshi. Albatta bu yerda jang bo'lmasa bo'lmaydi. Aro Sport hop hozirda ko'rsatamiz. Respect. Mana Pokiston jamoasi u ham. EZ hop press. EZ Respect. Alibek, Polizia, Alfa, Prince, Closer, EZ o'yinchilari aynan Respect jamoasiga qarshi. Ko'ramiz nima bo'lar ekan. Wizaro. Hop, Wizaro nok bo'ladimi? Yo'q, ulgurdi. Closer tomonidan birinchi bosim. Aynan bu sizlarga ko'rsatayotgan o'yinchimiz Closer. Aynan damda 16 ta jamoa o'yinga kirishgan. Lekin qachon kirmay qolganini ko'rmaganmiz. Yozyapti. Respect yozyapti. Harakatni boshlash kerak. Alibek. Jamoadoshlari yaqiniga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Sardar nok. Aynan taraf orqasida. Alibek. Aynan markazroqda qolib ketgan. Wizaro. Relax. Aynan Respect o'yinchilari. Closer. Qarab bermoqda jamoasi uchun. EZ aynan birinchi o'yinda g'alaba qozongan o'yinchi. Birinchi kartada, Erangel kartasida. Aynan hozirda 3-karta EZ o'yinchisidan Respect o'yinchisi. Bitta o'yinchisi kam bo'lmoqda. Respect. Va ular yaqiniga NGG. Hop, ovozini eshitgan shekilli. Da, bittasi kerak. Respect. EZ javob qaytarishdi. Imbol team. Rotatsiya. Gatka markaz qilishgan. Esport team. PH. Aynan zo'r, psix, zo'ra. Yazamiz. Так, jarkida. Aynan slide mashina.
olma bilan harakat qilishmoqda. Aynan bu tomonda SLS, bu tomonda TMT, Muratiya Sport jamoasiga qarshi. Aynan oldingi match ham shunday bo'lsa kerak. 701 NGG Aro hali ham Sevenidan chiqishmagan. Da. Everest hop. TMT. Knock. Kazanmış. Birinci. Falcon jamoasi qayerda? PH. No ya O'zbekcha qarab qo'yishdi. Twitter barchaga tushunib o'tiraman, qirg'izistonlik o'zimdan ko'rib qo'llab-quvvatlab kelgan soqqachiga barchangizga rahmat aytaman. No, hozirda O'zbekiston turniri bo'lsin, o'zimizning ko'rsatuv uchun shaxsi imkoniyat, shaxsi жаңа уровень desek bo'ladi. Экспортим. Ева, Falcon qayda? Уже надоел уже. Толmayapti. NGG'ni yana bitta jamoasi aynan Sosnovkadan chiqishmaganlar. 701 jamoasi. Respect. Bu yerga kelib qo'shilishgan Falcon jamoasi. O'zimiz yaqinimizda ekan-ku. Real Madrid. Kazanbas. Gonzo, Kazuno. Ikkita kill hozirda. Birinchi raqamli jamoa aynan Falcon jamoasi, eziyatli jamoasi. O'yinda Respectdan Alibek va Relax Trick. Qolgan o'yinchilarcha. Respect. Alibek, aynan Respectdan. O, Kazanbas knock. Alibek tomonidan. Alibek Respect o'yinchisi. Prikol yurtdi. Chatni endi o'qatdim. O'zbek, Qozoq, Qoraqalpoq barlig'i meni shapirdi. Milliy jamoa olmaydi Twitter so'shin. Ishmetorning Respect o'yinchisi. Hozirda men ko'rsatildi. Falcon o'yinchisi Kazuno tarafidan. Вот. Slide so'ling bor. Yazishdi. Closer. Va bu yerdan qochib qutuldi. Aro. NGG o'yinchilar bilan to'qnashib kelishmoqda. Bu yerda qiziqarli o'yinlar bo'ldi. No, bu yerda nechta jamoa bu? Dangerous Sport Black, NGG. Kimlar yana? Aro Senator. Senator. Tak. Qalpoq. Sen bassa. Senator. Qalpoqshada suratman. Voy. Sterling. Hech qanday isat bo'tgan yo'q. Bu O'zbekiston turniri. Давайте, Qalpoqston birgamiz. Давайте deb bizni jigiter tutsinglar, va like bosib qo'llab jarib tutmaysizlarmi? Jey kerak bo'lsa yeb tasang deb tursalar-ku. Senator ishga. Tutsini harakat etinglar jeyga. Dangerous Sport Black, Aro Sport. Va Falcon jamoasi yana knock 701. Va Falcon jamoasi qarshiga 701 lobbiga jo'natildi. Hop. No, bizlar ko'rishga ulgurmadik. Hali 12 ta jamoa va 41 ta o'yinchi. Muratiya Sport, SLS jamoasi bana qanday qarshi bo'lishi mumkin? Jackie Chan, Muratiya Sport, aynan Qoraqalpoq yigitlari. Nima qilib berisha oladi?
3ta jamoa. Natija kutamizmi Qoraqalpoq jamoalardan? Aynan Silas jamoasi. Hozirda bitta nok qabul qilib olishgan. Va Falcon zo'r aynan Slime mashina jamoasiga qarshi. Kuba. Hop. Kuzataylikchi. Kuba. Da, jamoadoshlariga tomon. Watsako harakat qilib bormoqda. Jackie Chan va Aveno qanday janglanishmoqda, ey. Inshaalloh. Hop. Что там, nima bo'lib ketdi? Inshaalloh. To'rtta kaq. Aynan. Kim bor qo'ygan bu? Aro, menjiji, yaxshi. Mana slime mashina nok. Minus, menimcha. Ko'rib turaychi. 701 jamoasi lobbiga jo'natilgan. NGG, slime mashina, Redback, Hojila Legion, aynan bitta kill. 5 ta jamoa lobbiga. PH, Ken, NGG ning yana bitta jamoasi bor. SLS, EZ7, Espertiam Uz, Falcon, Danger Sport Black, Imbal Team, TMT, Aro Sport jamoasi qarshiliklar. Umuman kuzatishimiz mumkin. Ayni damda tirik qolishgan esalardan faqat Daylor va Katsako. Knight Aro o'yinchisi va Senator katta bosim qilishmoqda ular SLS jamoasi tomon. Closer va bu lobbiga jo'natildi va senator nima qila oladi? Da. Bu tagiga qolib ketgan. Aynan bizlarni ayjonga solib tashladi. SLSdan Delar tirik qolgan. Lobbiga jo'natilmagan. Hali ham natija olib kela olishi mumkin agar yaxshi harakat qila olsa. Delar. SLS o'yinchisi. Imbal Team o'yinchilari va Falcon qarshiga kuzatishimiz mumkin. Hop. TMT aynan tepadagi harakat qilishmoqda. Espertiam Osp, PH o'yinchilar tomon yaqinlashib kelishmoqda. Hop. Imbal Team. Kazanbas minus da. Imbal Team o'yinchilari Kazona. Falcondan to'qqizta FTS, ya'ni 9ta kill Falcon jamoasida. Aynan Kazona bu o'yinchimiz. Va Imbal Team yana rotatsiya. Predator. O'ynoq! Real Madrid tomonidan Predator nok bo'lib qoldi. Yaxshi pozitsiyada jamoasiga yordam bera olishi mumkin bo'lgan o'yinchimiz Predator nok. Real Madriddan nok. Aynan Imbal Team pastda joylashgan Marshall. Simozima qaytib olayotganini payqamay qoldik. Imbal Team va Falcon jamoasi qarshiliklari. Bu yerda zona yurib boshlamoqda. Kazona nok, Senator, Aro sport jamoasi ham qo'shiladimi? Da, Senator zonaga ketishadimi? Falcon, Marshall va Smozia. Knight. Gonza. Real Madrid. Falcon jamoasi o'yinchisi. William Nock. Gonza. Senator kirib kelishgan. Va Senator tomonidan Gonza.
Aro Esport jamoasida jami 10 ta kill. Va kamida to'p natija, sababi 10 ta jamoasi qolgan. Hop. 10 hop kim? Minus bo'ldi. Boting. Senator. Zenok. Marshall. Senatorni kutib olish mumkin. Aro Sport va Embol Team juda ham yaxshi imkoniyat. Senator DBS qiroli bilan Embol Team o'yinchilarini lobbiga jo'natishdi. Aro Sportda juda ham yaxshi natijalar ko'rsatishmoqda. 12 ta kill. Va yana ham olg'a harakat qilishmoqda. PH jamoalari. Just hop. Ko'ramiz qolgan o'yin davomida. Burada yaxshi chiqib olishdi Aro Sport. Knight, EZ7 jamoasi, NGG, PH, Dangerous Sport, Black TMT, Kunrat Esport. Hop. Biraz o'yinchidan EZ7 o'yinchisi nok bo'lmoqda. Senator qanday zajim? Va killar sonini tezda yetkazib olishdi. Va EZ7 jamoasini, aynan birinchi o'yinda g'alaba qozongan EZ7 jamoasini lobbiga jo'natishdi. Aynan bu yerda NGG va ularga borayotgan Senator. Eba. Nuketda 14 kill. Joxa. Ne o'yinchilar ovozi eshitildimi? Joxa aynan NGG o'yinchilaridan bitta o'zi qolgan. Ballonni. Teshik bo'lyapti. Aynan bu 3-karta hali to'liq ikkita karta bor oldimizda. Lekin hozirgi natija ham juda muhim. Joxa. Senator. Joxani ko'rdi. Oy! Va Senator tomonidan yana bir kill. TMT. Qanday bayqadi? TMT. Unday olib, yasalas. O'yinchisi Dangerous Sport o'yinchilariga juda yaqin. Aro. TMT. Stalker. Voy. TMT o'yinchilari Aro Sport qarshiliga. Aynan Senator granata uzatyapti. Stalker tomon. Yo'q, yetib kelmadi. Va yana o'yin jamoadoshlari ham onda yo'q. Aynan tepalikdan o'tmayapti. Senator uzatayotgan granatalar. TMT Stalker tomonidan Senator nok bo'lyapti va Dangerous Sport Black aynan damda bu yerda yurib kelib qoldi. TMT jamoasi Dangerous Sport Black Aro Sport o'yinchisi Knight ham qarab turmasa kerak. PH o'yinchilari juda ham qattiq harakat. Knight ham nok. Va Umar qarab turmasa kerak. Umarning o'yini ochilmayapti. Formaga kirmadimi? Nima bo'ldi? Bitta kill hali ham. 8 12 16 ta kill. Umar Dangerous Sport o'yinchisi. Yo'q, hozirda ayni damda ismi o'zgartirilgan Aro Dangerous Sportga o'rganib qolibmiz. Hop. TMT juda ham yaxshi harakat qildi. 3 ta kill. Yaxshi. TMT Aro va bizda jami 4 ta jamoa, undan tashqari ya'ni Aro, Dangerous Sport, Black, TMT va Kunrat Esport, Aveno va Jackie Chan qolishgan. Aynan Qozog'istonlik jamoalar
Umar bu kichkina kameradan bizlarga uzatilayotgan o'yinchimiz. To'p natija qayd etishga yaqin bo'lgan jamoalarimiz. To'p uchun harakat. Stalker. Jackie Chan. Murati sport o'yinchisi. Endi o'yinchilar aynan ketishdi. Umar Fels, ya'ni Dental Sport o'yinchisini mashinasini yorib yuborishdi. Har tomondan rakursdan olib berishga harakat qilyapmiz. Hayot juda qulay. TMT. Jackie Chan juda yaxshi chiqib olib berdi. Zona tashqarisiga olib ketgan Jackie Chan. Jamoadoshi ham nok. Kim? Hop, TMT, Dental Sport Black. Umar to'p natija olib kela oldi jamoasiga. Aroy Sport o'yinchisi. TMT. Murati Sport, Dental Sport Black. TMT. K. D. Uchta jamoa. Jackie Chan, Murati Sport o'yinchisi. Maqla oladi. Demokrat. Hop, kim bu? Strapon, Morgat. Strapon va Morgat qolishgan. Vels va North minus. Ikkita o'yinchisi. TMT o'yinchisidan faqat bitta o'yinchi. Va to'p. Hop, TMT. Har bitta jamoadan bitta o'yinchi chiqib turar ekan. TMT. Morgat va Murati Sport. Mana. Hop. TMT tomonidan Strapon, ya'ni Morgatni jamoadoshi minusga uchratildi. Groza jamoadosini turg'azish niyati yo'q shekilli. Harakat. Groza jamoadoshini turg'iza oladimi? Turg'iza oldi. Morgat. Jackie Chan. Qolgan holatda. Hop, Jackie Chan. TMT, Dangerous Sport Black. Kim to'pra olsa juda aytish qiyin. Morgat, Dangerous Sport Black o'yinchisi. Zona tashqarisida qolib ketdi. Jackie Chan. Xato. Black, TMT. Va TMT jamoasi g'alabani qo'lga kiritishdi. Juda go'zal o'yinlar bo'lyapti hozirda. Zamonaviy team, ya'ni TMT aynan 6 ta kill, top 1 natija qayd etishdi. 3-karta kelib, 3-karta, 3-match Elangal kartasi. Zamonaviy team jamoasi 6 ta kill bilan top 1 bilan g'alaba qozonishdi. Dangerous Sport Black jamoasi 10 ta kill, top 2 natija. Murati Sport jamoasi 1 ta kill, top 3. Aroy Sport jamoasi qanday bo'ldi? 17 ta kill, top 4. PH jamoasi 2 ta kill, top 5 natija. SLS jamoasi 4 ta kill, top 6.
NGG 3 ta kill top 7, S7 jamoasi 2 ta kill top 8, Imbol Team 3 ta kill top 9, Esport jamoasi 1 ta kill top 10, Falcon jamoasi 9 ta kill top 11, Slime Machine jamoasi top 12, 0 kill, 201 jamoasi 0 kill top 13, NGG 0 kill top 14, Respect jamoasi 1 ta kill top 15, Xo'jayli Legion 1 ta kill top 16 va Zemona Team jamoasidan top 6, top 1. Ya'ni g'alabani ko'rdik. Aerosport jamoasi o'yinchisi Senator, biz tanigan Senator albatta 8 ta kill, eng ko'p kill olgan o'yinchi. Bronza eng yaxshi o'yinchi. Falcon jamoasi o'yinchisi. Zemona Team o'yinchisi Groza. Aynan jamoasiga kerakli g'alabani olib kela oldi. Va bizlar tayyor. Keyingi o'yinga. Allaqachon kelgan-a? 4-karta beraman. Hop, bizlar allaqachon kirib bo'ldik. Mana jamoalarimiz kirib olishmoqda. Ayni damda 5 ta o'yinchimiz kirgan. Juda yaqin orada tez boshlanish faslidamiz. Like, подписка, kommentariy yozib qo'llab-quvvatlab o'tirsangiz bo'ladi. Zarato'rlar juda tez ham bo'lishadi. Hop. Бешено наблюдатель его. 12 ta o'yinchi kirib olishdi. Yeva. Tak, sizlarni natijalar bilan tanishtirib o'tsam bo'lar ekan. No, ko'rsata olmayman, no lekin. Sababi nima menda to'g'ri kelmaydi. Men nastroykam bor. No lekin natijalarni kanalga tashlash mumkin. Tashlab desangizlar. Tak, fast race chiqqan. Aerosport jamoasi Class point bo'yicha 11 ta putes, kill point bo'yicha 3 ta matchda 43 ta kill bilan 43 putes, jami 54 putes bilan birinchi o'rinda borishmoqda. Ikkinchi o'rinda Falcon jamoasi 31 ta putes, top 2 natija. Ayni damda 3 karta natijasiga ko'ra. Zemona Team o'yinchilari 27 ta putes bilan top 3, Nagibators Gaming
Top 4 natija 25 test. Gimbal team. Top 5 natija 22. 22 test. AZT agressor jamoasi o'yinchilari 19 ta kill. Yo. AZT jamoasi 19 ta test bilan top oldi. Westash 19 ta test. Ular ham top 7. Dangerous Sport Black 19 ta test. Aynan 3 ta jamoa birdek natija 6 8 o'rindagi jamoalar. 701 jamoasi 9 o'rinda bormoqda 12 ta test bilan. Slime Machine 11 ta test. Top 10 Quantum Team. PH ya'ni hozir o'yinda ko'rayotgan PH ya'ni Phantom Team jamoasi 10 ta test. Top 11 J6 jamoasi 12 o'rinda borishmoqda 8 ta test bilan. Murat Esport 6 test. Top 13 Nagi Packers NGG ya'ni 4 ta. Yo'q. Nagi Packers kim? Ha, ikkitasi ekan ular. NGG 4 ta test. Top 10 natija. Xo'jalik Legion 3 ta test. Top 15 Esport Temos 2 ta test. Top 16 Respect jamoasi 2 ta test. Top 17 ayni damda top 3lik Aro Falcon Zemoni 54 31 27 test bilan. Fast race chiqishini o'ylamasdan nasr qilibmiz asrim. Da, chat muhim jiga. Bariq follow qilgan do'stlarga rahmat. Like bosib, komment yozib follow qilsangiz bo'ladi. Так.
Так, bizlarda уже boshlanib ketibdi ғой. Ivo. Так, Umar ko'rsatyapti bizga. Hamda игрокlarimizni she'latulari kim-kimga juda yaqin o'yin barasida ko'rib boramiz. Respect, TNT, Evil Team, Murat Sport, PH ya'ni Phantom Team juda yaqin. La Cobra Era'da SLS, Danger Sport Black, EZT, 701, Aro, Team, TMT, Respect, Phantom Team, Falcon jamoasi aynan. Ya, Falcon, Phantom Team и Falcon. TNGG, Danger Sport Black, как? Слава машина. Jamoalarimiz qayerlarda joylashgan? Ko'rib boramiz. Va ikkinchi jamoasi TNT. Hop, PH ya'ni Phantom Team va Murat Sport juda yaqin joylashibdi. Danger Sport Black bilan SLS. Aro ham juda yaqin. Chiroyli o'yin pozitsiyasini ko'ramiz deyman. Murat Sport va hozir Everest. Murat Sport va Phantom Team jamoalari qarshiligi. Да, kuzatayotgan bo'lsa kerak, Salazar, Phantom, Lob, Hanzo, Admiral. Jackie Chan, Cesar, Aveno. Murat Sport o'yinchilari. 4 ta bo'lishi kerak-da. Everest. Da. Aynan 4-chi o'yinchisi. Sal uzoqlashib ketibdi. Jamoasidan Salazarga juda yaqin. SLS qarshiligini ham kuzatishimiz kerak. Aynan ular hozirda fight qilishmoqda. Hop. SLS. Sport Black. Aynan hozirda ayni damda Danger Sport Black SLS jamoasi bilan qarshi qilishgan. No Danger Sport Black lobbiga jo'natilgan. Top 15 natija. Aynan Danger Sport Blackda ushbu o'yin uchun. NGG Jizbar jamoasi Aro Sport Falcon. Hop. Davom etamiz. Hali ham jang boshlashmagan. Phantom Team va Murat Sport. Hanzo Lukanta. TMT rotatsiya qilishmoqda. Evil Team ham Aro Sport aynan yetakchi bo'lmoqda. Ilk 4 bitasmada shunaqa. Shu matchni natijasi ko'p. Hop, Everest, Phantom. PH jamoasiga qarshi kelgan. Aynan Salazar, aynan Everest. SKS qurol bilan olib ketgan o'yinchimiz. Tangbasi
PH. Murat Esport jamoasi. Salazar, Phantom, Lufthansa. Как jamoalarimiz jimjit. o'yinchiga 15 ta jamoa kirdi. Hop, Falcon jamoasi hujumda TMT jamoasiga qarshi o'zi biladi. Yo, faqatgina rotatsiyami? Gonza, Kazanbas, Cobra, Kazano. Uzatamiz. Aynan Everest, Protesport, Phantom. Qarshiligi jamoalar ham yetib kelishmoqda. Falcon va Zemona Team jamoasi qarshilikni ko'rishimiz mumkin. Papay. Aro Esport jamoasida ham o'yinlar ko'ryapmiz. Stalker tomonidan Kazano Nok. Aynan siz bilgan Qozog'istondagi kommentator. Yetakchi kommentatorlardan biri. Juda yaxshi o'yin ustasi. Sasuke Falcon jamoasiga qarshi aynan Zemona Team tarkibida. Falcon Guanzo tomonidan Sasuke Nok Kazano. Ya yaxshi harakat qilishmoqda. Kazanbas hop. Zemona Team lobbiga jo'natildi. Top 13 natija. Falcon jamoasi bilan qarama-qarshilikda Zemona Team. Oldin unda to'pni natijaga qo'lga kiritgan jamoa. Hop. Da to'pni olgan jamoa to'pni ushlab qolish olmayapti. Keyingi o'yinda. Juda yaxshi. Kasallik. Juda ham g'alati joylashib olishganmi? Murat Esport va PH jamoasi. Hop, ularni ham kuzatamiz. Ayni damda bo'layotgan Aro Esport, Zemona Team. Yo'q, NGG, Able Team. Aro. Ayni damda bularda g'alati qarshilik bo'lyapti. Yo'q. PH. Able Team. Lobbiga jo'natildi. Jackie Chan Nok Admiral tomonidan. Phantom Team, ya'ni Murat Esport jamoasi o'yinchisida nok qildi. Jackie Chan Everest jamoadoshi yaqiniga borishga harakat qilmoqda. Bu tomonda Aviano, bu tomonda Ceza. Yaxshi, Aviano bu yerdan qochib ketish kerak. Aynan bu tomonda Phantom Team o'yinchisi Phantom Hamza va Phantom ushlab turishmoqda. Aviano ushlab turmoqda. Ceza
jamoadosh tomon borish. Jackie Chan minus admiral tomonidan Everest bilan Cezar yaxshidan deb qilisha oladimi? Ko'ramiz. Bu tomonda Aviano aynan bir emas ikkita o'yinchini ushlab turmoqda. Bu admiral ko'rinsa yaxshi bo'ladi. Hop, Everest bilan Cezar. Nima bo'ladi aynan bu yerda? Cezar Noak, Salazar tomonidan Murat Sport o'yinchisi va bu tomonda Aviano birga ikki holatda qolib ketgan. Aviano ushlanib qoldi. Lufthansa tomonidan. Hop. Murat Sport o'yinchisi va Everest bitta o'zi. Murat Sport tarkibida. Qolgan o'yinchilar minusga uchradi. Aynan Phantom Team jamoasi o'yinchilaridan Everest nima qilib bera oladi? Comeback qila oladimi? Juda qiyin narsa. Everest aynan Murat Sport jamoasi o'yinchisi. Aro Sport jamoasi Falcon jamoasiga qarshi. Fiat Senator Kazanbas. Bu bizlar ko'rishimizga ulgurmayapmiz. Yaxshi. Cobra. Cobra, Falcon o'yinchisi. Bueno. Так, hazır. Tak, bu yerdan maqsad harakatimiz. Falcon jamoasida Kazanbas va Kazanov Noak, Oman minus 4 kill. Falcon jamoasi. Umar, Senator, Aro Sport. Knight endi qayerda? Umar. Verno. Zenox, ya'ni Islam mashina tomon harakat qilishmoqda. Psix. Zoro, Novax. Hop, bu yerda ham aynan guvoh bo'lishimiz mumkin. Islam mashina va Aro Sport jamoasi qarshiga. Ya'ni Falcon tag bilan harakat qilishayotgan Islam mashina jamoasi o'yinchilari. Va Noki Psix, Noak, Nezox, Zor, Nezox, Zora, Nezox, Zenox va ikkita o'yinchi juda chalkash qo'yib ketishimiz mumkin. Umar, Ferno, yaxshi. Psix. Nima qilib berish? Nima qilib bera olish mumkin? Psix, Knight tomonidan Noak. Knight. Qanday? Va granata. Ferno tomonidan uzatilgan granata Zenox yakuniy Islam mashina o'yinchisi bo'lib lobbiga jo'natildi. 8 ta jamoa aynan 24 ta o'yinchi, ya'ni qolgan jamoalarimiz jamoaviy harakat qilishmoqda. Jamoaviy harakat saqlanib qolishmoqda, ya'ni tak Falcon jamoasi harakatda Tisper, NGG, EZT, Aro Sport o'yinchilari harakat qilishmoqda. Admiral, Umar, Phantom Team o'yinchisi 4 ta kill qiladi. Lufthansa. Zona tashqarisida va ulgurdi. Juda zo'r. Juda go'zal.
Hop, aynan bu tomonda Iron Knight. Sakkizta jamoa, 21 o'yinchi harakat qilishmoqda ayni damda. SDT, NGG, Falcon, 701, Phantom Team. Qolgan jamoalar SLS ham ayni damda o'yinda. Respect o'yinchilari ham hali ham tirik. Aynan bu 4-match. Ferno, Falcon jamoasining o'yinchisi Cobra. Ferno tomonidan nok bo'ldi. Ferno. Admiral, yaxshi. Da, kuzatmasak bo'lmaydi. Falcon Gonza. Cobra. 6 ta Kia. Knight hali ham harakat qilmoqda. Va barcha jamoani kuzatishi mumkin bo'lgan pozitsiyani saylab olgan 10 ta Kia Aro Esport jamoasida. Hali ham go'zal natijalar. Senator Aro Esport jamoasi. Hop, yanacha. Gonza. Bitta o'zi. 201 o'yinchilari aynan Jennifer, Marilyn Monroe, hamda Foster, Foster 201 o'yinchilar. Ikkita o'yinchi qolgan xolos zona tashqarisida. Respect o'yinchilari. Sardar, давай. Da, ulgurdi. Молодец, mujik. Phantom Team o'yinchilari aynan Knight tomonidan ushlab olmoqda. Senator, Falcon, Gonza, aynan. Eng oxirgi o'yinchida. Bundan turib, aynan Falcon jamoasini lobbiga jo'natmoqda. 30 ta jamoa, 15 ta o'yinchi. Bitta Kia. Hop. Aro, Knight. Hozir aynan 6 ta jamoa va 15 ta o'yinchi yetib kelishgan. Kuba. Knight. Whoa. Juda go'zal. Phantom Team o'yinchilari lobbiga jo'natildi. Top 6 natija. Va bunday tarkib bilan full jamoalar harakatni ko'rishingiz mumkin. Closer eziyati jamoasi o'yinchisi. Ferno, Senator. Eziyat o'yinchilari full yetib kelishgan. Senatordan hujum. Umar ham tirik hali. Alfa tursa olishadimi? Ko'ramiz. Senatordan hujum. Qanday granatalar? Granat otyaptimi yoki tosh otyaptimi eziyat o'yinchilari? Oy. Yaxshi, Prince Senator tomonidan. Highlight. Politsiya. Hop. Birga bir holat desa ham bo'ladi. No. Senator. NGG o'yinchisi Joka tomonidan. Yo'q. Closermi? Ezit. Hop. Da, piyoda bor ekanda. Hozir.
qurmoqmiz-ku. Knight NJJ o'yinchilariga qarshi 101 aynan bu tomonda. Bir bilan eziyati bu tomonda Knight Arosport o'yinchisi va NJJ Arosport top 5 natija. 101 o'yinchilari o'yindan bu tomonda. Aynan juda go'zal manzaralarga guvoh bo'lyapmiz. NJJ eziyati SLS va 701 jamoalarga yetib kelishgan. 4 ta jamoa va ularning tarkibidagi 7 o'yinchi jamoa. Jennifer Klozerni kuzatmoqdamiz aynan kichkina kameradan. Bunday qilib o'zgartirsakcha. West rol bilan Monroe. Bir o'yinchi Sa Kuba. To'rtta jamoa eziyatda 1 SLS va NJJ. Kuba minus va Monroe tomonda. SLS o'yinchilari top-tor natija qo'lga kiritishdi ayni damda. Ushbu o'yinchi. Bert eziyat o'yinchisini minusga uchratdi. Klozer xolos qolmoqda. Klozer bitta o'zi qolmoqda eziyat o'yinchilaridan. Joha Kama to'pga naqd qilib oldi. Joha da yetdi. Hop. Oy, granata yeba. Qanday o'yin 701 jamoasidan. Juda ajoyib yakun NJJ o'yinchilari tomon 701 o'yinchilari NJJ o'yinchilariga nisbatan ustunlik qilishdi. Chiroyli g'alaba Merlin Monroe aynan granata bilan o'yinshiga qarshi chiroyli uslubda g'alaba qo'lga kiritdi. Jennifer Evostar Merlin Monroe hop bizlarda o'yinchilar 4 ta keldi. Yaxshi. NJJ o'yinchilari 6 ta kill, top 2, EZ o'yinchilari 4 ta kill, top 3, SLS o'yinchilari 7 ta kill, top 4, Aro Esport o'yinchilari aynan 12 ta kill. Juda yaxshi harakat qilishmoqda. 5-o'rinda Esport. Juda ham o'sib bormoqda. PH ya'ni Falcon Team o'yinchilari 4 ta kill, top 6 natija. Falcon jamoasi o'yinchilari 6 ta kill, top 7, Respect o'yinchilari top 8, bitta kill. Slime Machine jamoasi o'yinchilari 0 kill, top 9, Kurat Esport o'yinchilari 0 kill, top 10, Embol Team o'yinchilari 4 ta kill, top 11, NJJ o'yinchilari 0 kill, top 12, Zemoni Team o'yinchilari top 14, 0 kill. Va Dangerous Sport Black o'yinchilari bitta kill, top 15 natija. 701 jamoasi o'yinchilari 4 ta kill bilan g'alabani qo'lga kiritib ketishmoqda. Aynan Merlin Monroening ajoyib o'yin uslubi evaziga SLS Kuba eng ko'p kill qilgan o'yinchisi. Kuba Stress Aro Esport o'yinchisi Umar eng yaxshi o'yinchi aynan ushbu matchda Merlin Monroe. 1 o'yinchilariga chiroyli g'alabani tuhfa qildi. Va bizlarga Agiparol juda tez yetib kelgan. Va bizlar qarshimiz kerak. Bunday qilamiz. Bunday.
Va bizlar birinchi bo'lib kirib keldik aynan lobbiga. Chiroyli o'yinlar, chiroyli yakun. Do'st rahmat followlarga. Так. 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 Return, like, comment, bemalol yozsangiz bo'ladi. Bu albatta tekin. Bizlar o'z rivojlanishimizga juda yaxshi поддержка. Chiroyli kadrlar, shunaqa. Bardabom. Aynan bizlardan kuzatsangiz bo'ladi. Shunaqa yaxshi turnirlarni. Va bizlar harakatdan to'xtamaymiz. Bizda fast red chiqqan bo'lsa kerak. Tak, hozir sizlarga taqdim etolmayman, uni o'qib aytishim mumkin. Da, fast res aynan hozir chiqib keldi. Bizlar ko'rmoqdamiz, Aroy Sport jamoasi 69 ta kill bilan top 1 natija qo'lga kiritmoqdamiz. Bu xato aytyapman. Ayni damda peshqadam Aroy Sport jamoasi. Peshqadam bo'lib bo'lyapti 69 PTS bilan. Peshqadam Aroy Sport o'yinchilari. Falcon jamoasi top 2 natija. Ayni damda 38 ta PTS bilan. Lekin qiziqarli ma'lumot, Aroy Sport va Falcon jamoasida MVP aynan UUST deydi-ku. Winner checking yo'q. G'alaba yo'q. Bir marta bo'lsa ham g'alaba qo'lga kiritilmagan. Nagibators Gaming NGG o'yinlarida 37 ta PTS bilan 3-o'rinda bo'lishiga qaramay, bitta UUST bor ekan. Ya'ni bitta bo'lsa ham 4 ta o'yinni birida g'alaba qozongan. Aynan Nagibatorda bor, SZT, Zemoni Team, 101 jamoalarda bittadan g'alaba bor. Lekin Aroy Sport 69 PTS bilan top 1 ayni damda peshqadam bormoqda. Falcon jamoasi 38 PTS bilan top 2 natija. Hozirgi ma'lumot Nagibators Gaming NGG 37 PTS bilan top 3, Western Team top 30 PTS bilan top 4 natija. EZ7 5-o'rinda 28 PTS. Zemoni Team 6-o'rinda 27 PTS. 101 jamoasi 7-o'rinda 26 PTS. Imbal Team 26 PTS. U ham 8-o'rinda. Danger Sport Black 9-o'rinda 20 PTS. Phantom Team 16 PTS bilan top 10. 11 PTS bilan Slime Machine 1-o'rinda. 8 PTS bilan Jota 12-o'rinda. Kumurati Sport 6 PTS bilan 13-o'rinda. Nagibators Kiss, ya'ni NGG o'yinchilari yana bitta tarkibi 4 PTS bilan top 14. Respect jamoasi 4 PTS bilan 15-o'rinda. Xo'jalik Liga 3 ta PTS bilan top 16. Esport ham o'z 2 ta PTS bilan top 17. Aroy Sport ayni damda peshqadam 69 PTS 2-o'rinda. 8 ta PTS. Zadержка borligi uchun qayta aytyapman. Aynan streamda kechikish bor. Tak.
O'yinlar boshlanib ketgan. Juda yaxshi. Bizlar kim qayerda joylashganligini ko'rsatishimiz kerak. Mana. Hozir. Ne xatoli? Va, Aerosport yana Severniga tushmoqda. Kim bu? Falcon. Так. Senator va Ferno hozirda minus. Cobra, Kazambas, Gonza, Aerosport va Falcon jamoasi qarshiligiga. Hop. Aynan SLS NK degan o'yinchimiz minusga uchragan. Juda Cobra. Yaxshi. Senatorda bitta kyo. Jamoa rotatsiyasi. O'rin o'zgartirmoqda. Senator nok.
Yaxshi. Nevox. Slime mashina o'yinchisi. Aynen slime mashina. 3 dakika. Hali full harakat qilishmoqda. Ular bo'lsa eziyatda jamoasi bitta kyo. Yana politsiya hisobida. Inshaalloh vaz Samolyot jamoasi qarshiligini kuzatish mumkinga o'xshaydi. Вот и sport. Aynan lobbiga jo'natilgan. Inshaalloh Zloybati NGG. Sana tashqarisidan ichkariga kirib kelishmoqda. Shu pozitsiya. Zonada почти hech kim yo'q. 301 jamoalari. Falcon. Slime mashina. NGG. LZT. NGG'dan yana bitta jamoa. Romanya. Nimaga aynan bu? Romanya. Bitta savol qilyapti. Zemonet yem. Zona tashqarisi ekan. Aynan, hozirgina shunchakun chiqayotgan-ku. Eslas. Jamoaga qarshi o'yinda. Zemonet. Eslas jamoasida. Да, Eslas. Eslas, bilemchi? Eslasdan Zloybati tirik. Aynan lobbiga jo'natilgan jamoalar emas, Murat Esport. Osonlik jamoa. Aynan Aro, senator, bo'lgan senator jamoasi, Esport. Aynan tarkibida hozirda Aro, Mike, Umar, senator, Ferno harakat qilishmoqda. Able Team ham lobbiga jo'natilgan 3 ta jamoa. Shunda o'yinga 12 ta jamoa kirgan. Hop. NGG, slime mashina. Hop, yanachi. Hop. Crazy. Crazy. Dehar boshlangan. Emas. O, NGG. Bitta jamoasi ham to'qnash kelishmoqda. Nezox. Aynan. Slime mashina o'yinchisi. Zora, Litromania, Xenox, Nezox. Aynan Z xalqini boshlangan Xenox degan o'yinchimiz. Nok va jamoadoshlari yetib kelishi kerak va yetib keldi. Mana bularni bizlar bunday tomosha qilishimiz mumkin. Xenox. NGG o'yinchilari aynan mashina NGG'ning harakatiga qarshi bir vaqt hozir Xenox'ni turg'iza olishmasa kerak. Bu juda joni kam va Xenox men. Hop. Slime mashina 11 ta jamoa harakat qilmoqda hozirda. Drop. Shu vaqtda yaqin orada boshqa hech bir jamoa yo'q. Ko'rinish bermayapti bizga. NGG o'yinchisi. Back. Just. Kagash aynan minus hozirda. 5 ta gap. Back.
Zamış. Back. Aynen. NGC oyuncusu. Knock. Joha. Islam mashinada yaxshigina fight. TMT o'yinchilariga keldimi? NGC birinchi o'q ko'zga tashlandi. Islam mashina o'yinchilari tomonidan davom yurish. NGC yana fight TMT o'yinchilari tomonidan. Juda tezkorlik talab qilyapti bizlardan bu o'yinchilarimiz. Nezox. Zemona. Хочется Папай. Раза. Папай. Ikkita C. Stalker. Yettita jamoa. 700 bar o'yinchilari ham haliyam tirik. Haliyam yashashmoqda. Pol haligacha. Zemona Team va Islam mashina tomon harakat qilishdi. Juda yaqin kelishdi. 701 jamoasi o'yinchilari. Merlin Monroe ismli 201 o'yinchilari jamoa tarkibida Beshafqat o'yinchi Merlin Monroe. Barcha o'yinchilarimiz zona markazida va aynan Respect o'yinchilaridan tashqari 6 ta jamoa, ya'ni 5 tasi zona ichkarisiga kirib kelishgan. Hammasi urilgan, sentr tomon. Beshafqat o'yinlar. Aynan yakuniy o'yin. Zada Erangel, Miramar, Erangel, ya'ni eng oxirgi o'yin. Nezox. Uzatmoqda. Aynan Slime mashina 201 jamoasi. Zemona Team. Respect. Aynan Qozog'istonlik jamoa. Qutamiz, kimdan g'alaba kutamiz? Zemona Team. Merlin Monroe Beshafqat o'yinchi desak-da bo'ladi. Beshafqat o'yinchi degan nom beraman aynan Merlin Monroe'ga. Yaxshigina yurishni boshladi. Dobroястров. Mashina. Hop. Aynan bu tomonda Zemona Team ham yaxshigina full o'yin oxirigacha yetib kelishgan 6 ta. Kia. Aynan da. 5 ta jamoa va ularning jami tarkibida harakat qilayotgan 16 ta o'yinchi. O'yinchilarimiz soniga keladigan bo'lsak, jamoaviy harakat qilmoqda. Qanday? Papay. Papaya. Nezox. Nezox hisobida 3 ta kill, jami 7 ta kill.
Jennifer. 201 va slaym mashina qarshiligi. Aynan Falcon tegida harakat qilayotgan slaym mashina. Va Jennifer. Evastar. Marilyn Monroe. Fraksiya aynan hozirgi o'yinda jamoasi bilan xayrlashgan. Qanday harakat Jennifer? Nima qilyapsan? Voy, Marilyn Monroe. Va bizlar qolgan jamoalarni ham ko'rsatamiz. Sevalayotgan. Respekt o'yinchilari. Aynan zonada harakat qilishmoqda. Aynan shu jamoada zona tashqarisida harakat qilgan jamoalar o'yinchilari. Relax Sardor Alibek Kartal Respekt. Ay. Rotma. Alibek. Respektdan. Tezda bitta o'yinchisan. Bu ikkita o'yinchisi ham. Zamonatga o'yinchilar tomonidan. O, Falcon jamoasi hali ham tirik ekan. Gonza ko'rinish berdi bizga. Cobra va Gonza. Gonza topolmayotgan jamoalar edi. Cobra. 201. Yaxshi, Cobra tomonidan 201 o'yinchilarni ushlab qoldi. Romani aynan slaym mashina jamoasi o'yinchisini granataga yiqdi va Cobra aynan Gonza Cobra bilan yaxshi tandem. Marilyn Monroe. Bitta o'zi. Oy! Kim bu? Aynan Cobra Marilyn Monroe'dan. Ya'ni 201 o'yinchilarni lobbiga jo'natishdi. 14 ta kill. Falcon jamoasi. 2 kishi bo'lib harakat qilishmoqda. Full jamoaga qarshi. Kim bo'lar? Zemonich ham buni oxirigacha full yetib kelishgan. Zemonichimni yana bitta g'alaba ko'ramizmi yoki Falcon jamoasidan g'alaba ko'ramizmi? Aynan yakunlangan 4 ta o'yinda 4 ta jamoa g'alaba qo'lga kiritishgan. Voy! Yaxshi. Zemonichim va full minus. Zemonichimda yana bitta g'alaba Falcon jamoasiga qarshi. Chiroyli. G'alaba, chiroyli yakun. Zemonichim juda vaqtida bosim qilib g'alabani qo'lga kiritishda 12 ta kill. Juda go'zal natija. 12 ta kill. Qo'l qolsa dedi Zemonichim. Top 1. Yakuniy o'yin. Tak, bizada ikkinchi o'rinda ushbu match natijasi Falcon jamoasi 14 ta kill. Gonzo so'zsiz eng ko'p kill qila olgan o'yinchi. Aynan ushbu o'yin uchun 10 ta kill. Jamoa hisobda 14 ta kill. Top 2 Falcon jamoasi 201 o'yinchilari bitta kill bilan top 3 natija. Respekt jamoasi 0 kill. Top 4. Slaym mashina jamoasi 7 ta kill, top 5 natija. SLS 0 kill, top 6. SZ o'yinchilari 2 ta kill, top 7. NGG o'yinchilari 3 ta kill, top 8. NGG jamoasi yana bitta o'yinchilari bitta kill. Korat Sport 0 kill, top 10. Aro Sport Sport jamoasi yangi nomlanishi 2 ta kill, top 11. Triple Team top 12 ikkita kill hisob bilan Zemonich ham hozirda yakuniy
Rangel kartasida 12 ta kill bilan top 1, ya'ni g'alaba qozonishmoqda. Falcon jamoasi o'yinchisi Gonza eng ko'p kill olgan o'yinchi. Cobra eng yaxshi o'yinchi. Falcon jamoasi o'yinchisi Zemoni Team eng oxirgi killni tabloga o'zini jamoasi hisobiga yozib qo'ydi. Так, juda chiroyli o'yin bo'ldi. Fast rezultat. Ko'ramiz, kuzatamiz. Ayıp bile. Uyuyor. Так, bizlar rezultatni eshittiraylik. 4 ta match natijasi bizlarga ma'lum. 5 ta match natijasi-chi. Va 5 ta match bilan qanday yakunlanganini bilmay qoldik-a. Hop, hisoblashingizlar mumkin. Haro Sport aynan 4 ta match yakuniga ko'ra top 1da borayotganda 69 ta test bilan, Falcon jamoasi 38 test bilan top 2 edi, Nagib Batars 37 test bilan top 3 natija edi, Westash 30 test bilan top 4 edi, 27 Aggressors 8 ta test. Xullas, mana bu kanalda hammasi bor. Aynan bu kanalga podpiska qilsangizlar juda yaxshi yangiliklardan xabar bo'lasizlar. Так, bizda 4 ta match yakuni rezultati bor. 5-match chiqishi kerak. Aynan bugun chiqmasa bu yomon. Kutamiz. Juda.
Бізде результат келді ма? Ана, Манoli болып, манасы шықсачы. Ебо, результат қане? Результат топпыз ғой, ебо. Майдам. Итті сұраймыз, но я көргенбіз. Результат күтеді, но неге якындаш керек? Қарапақша сөйлейміз ғой, жігіттер, ағайлар. Өзбекстан турнирі ғой, неге түсінбеседі? Басым көпшілігі Өзбекстан ойыншылары. Так. Прям, соны кете қойшы. Ярбек. Шықсын, братан, результат көрейік қане. Так, бля. Шығайық қане Ярбекке. Еба, қазір сұрайсыздар. Не бар, хамыз? Өзік сәлен қайран қалды. Өлдік қой? Өзбекстан турнирі ғой, жеген. Несі бар? Түсінбейтіндей. Өзіміздің турнирде смело, не қылам, қалпақ сөйлеп тұрамын. Четкий қылып турнир өткіземіз Қарақалпақстан бойынша. Бәрін шақырып. Дайын тұрсаңыздар болады.